eshitilyaptimi? Hello. Yani assalomu alaykum. Men ismim Minecraftdan eshitilgan bo'lsa yaxshi, lekin bu eshitilmagan bo'lsa uzr. Ishonmasanglar, ismim Minecraftda dunyo hozir. Isbotlab beraymi? Men o'z ismim Minecraftman. Men u kanaldan ketganimning sababi telefonimda oxirgi videoda joylashga ulgurmaganman. Zaryadim tugab qolgan telefonimda. Keyin zaryadga qo'yib yurgandim. Zaryadga qo'yib bo'lganimdan keyin nima bo'lganini aytsam, keyin zaryad olganda yonmagan. Yonmasdan keyin yonmagan uchun kanalda video olamadim. Endi keyin bu telefon bilan o'ynab turganimda yonmagan, prost hazil qilib o'ynab turganimda podvalga tushib ketdi. Shu bilan podvalda hozir shunga men o'ynamayapman telefonda. Bo'lmasam u kanal menga qadrli. Islombek Minecraft desanglar, Steve chiqib keladi. Shu mening eski kanalim bo'ladi. Eski kanalimda 239 taga yetganman. Hozir ko'paygan yoki ozaygan, men bilmadim. Lekin hozir ash kanal egasi boshqa kanalda gapiryapti. Bu ham mening kanalim, prosta bu kanalda men kanalda nima desam ekan? U kanalim yo'qligi uchun hozir shu kanalda video dalga yeb keldi yana. Qoch. Hozir inglizchani bilmasam ham he deb yozib ko'raman. Bu ham he desa, demak meni tushunib turgan bo'ladi. Mening ismim Op. Xo'sh. Bunga rus tilida yozishim kerak. Rus tilini men bilmayman. Bunga 10 ta qilsanglar nimani? Unda podpisчик yig'ib bersanglar, shunga o'xshash videolar chiqaraman. Bu kanalni ham rivojlantiramiz. Xudo xolasa bunda ham 200 taga yetamiz. Shu bilan 200 taga yetsak, yana shu eski kanalimning telefonini podvaldan olib chiqib, tuzatib, narki kanalimga ham o'tishga harakat qilaman. Nima bo'lsa yaxshi. Endi gapiravermasdan o'ynaymiz. Qanaqa o'yin o'ynasak ekan? O'yinlari ham yo'lda. Davay pul to'playmiz. Bizga birinchi navbatda kirka kerak bo'ladi. Makka tushib, tosh ashnaqalar kavlab, pulimiz ko'paytirib, yozmiz. Bu kartada anchadan beri o'ynayman, bu karta ekan. To'g'ri, o'zbeklar kartasi bo'lsa ham tavsiya qilaman. Videoda oxirida bu kartani nomini aytib qo'yaman. Kuzatsanglar bilib olasizlar. Investorman rosa to'la qaranglar. Keyin sizlar ham kirib o'ynab ko'ringlar. Keyingi videoda 10 ta qilib bersanglar nimani, obunachini, keyingi video chiqadi. Keyingi videoda nima qilaman aytaymi? Shu kanalga qanday kirishni o'rgating. Shu serverga qanday kirishni o'rgating. Xo'sh.
kompyuterda kirishni o'rgataman. Telefonim yo'q mening. Shunga kirishni o'rgataman. Lekin harakat qilaman. Telefonim bo'lmasa ham televizor izlashga harakat qilib ko'raman. Xo'sh bo'ldi. Endi chiqamiz. Pulimiz mana metal xo'sh o'ng tarafdagi sariqda tanga nima 5000 ashna. Короче, bu sonlarga men ham tushunmayapman. Marta meni bratishkam o'tiradi. Qilichim pulim ketkizganda men hamma narsani tushuntira olgan bo'lsam, unda hozir video tugaydi. Undan oldin bir bu kartaga kirib ko'ramiz. Qani? Kir. Bitta donlik. Bitta chiqim yo'q. PvP qilib kelaymikin. Ammo men PvPda yaxshi emasman. Voy bot yutqizib qo'yding deb kommentariyaga yozmanglar. Yana obuna bilan like bosishni ham esingizdan chiqarmanglar. Yangi kanalda ham eski kanalda bo'laylik endi. Masalan, qilaversalar 20 ta obunachidan keyin men lider Minecraft'da olib kelaman. Davay bo'lsa davay. O'z PvP joyida qaytaydi. To'g'riga ketasizmi? Nasha atrofda edi lekin. Nima bu savol? Hozir. Yo'q, yaxshisi men bunga qaramay qo'yaveraman. Sizlar tayyormikin? Kelishda qilamiz. Vidallar yo'q. Qochdik. Xotinda oshnam bo'lasan sen. Sen mening yangi oshnamsan. Voy basharizga naski yemitki beraman basharizga. Katish. Ular yutqizib qo'ydim-u. Qani narsalarim? Narsalarimni olib ketishmas, berish menga. Davay tasha. Qani qolgan narsalarim meni? Hey, o'zingga kerakli narsalar qilma. Eng naski boshqansan. Bo'pti, PvPda yutqizdim. Unda videoni shu yerda yakunlaymiz. Mana meni yangi skinim. Ko'rib olinglar.